aholini ichimlik suv bilan ta'minlash bilan bir qatorda ob-hayotning ekologik tozaligi ham hayotiy zaruratga aylanib bormoqda. Bu jarayonda innovatsion suv tozalash qurilmalari keng tatbiq etilyapti. Jumladan, bugungi kunda aholi xonadonlarida Aura suv tozalash texnologiyasidan foydalanish ommalashmoqda. Uning afzalliklari haqida navbatdagi lavhada so'z boradi. Suv shunchaki ehtiyoj emas, u eng avvalo sog'liq va hayot manbaidir. Aura O'zbekistonda toza ichimlik suvi texnologiyalari sohasida yetakchi brend. Qariyb 20 yillik tajribaga ega kompaniya tiriklik manbai bo'lgan ob-hayotga tozalik va sifat ulashib kelmoqda. Kompaniya taqdim etayotgan zamonaviy va innovatsion yechimlar orqali bugun yurtimizdagi 1000 dan ortiq xonadonlar toza ichimlik suvdan foydalanmoqda. Aura Sibilon suv tozalash uskunalarining yangi avlodi. U xalqaro sertifikatlangan bir necha bosqichli filtrlash tizimiga ega. Aura kompaniyamiz bugungi kunda Sibilon qurilmasini mijozlarga sotish va unga xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanib kelmoqda. Qurilmamizda 4 xil modeli bor. Bizda Sibilon qurilmasi dunyoda yagona bo'lgan NSF sertifikati berilgan, ekologik toza, inson sog'lig'iga Sibilon qurilmasi hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmaydi va alohida o'zini maxsus filtriga ega. Bu filtr suvdagi inson sog'lig'iga kerakli, foydali bo'lgan mikroelementlarni saqlagan holatda suvni tozalab beradi. Aura Sibilon har bir tomchi suvda ishonch, har bir xonadonda sog'lom hayot demakdir.